Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, xorijda aka-ukalar. Mana biz bugun inkubatsiyadan chiqqan jo'jalar uchun jo'ja kata yasadik. Jo'ja katamizni olib bo'lsa uzunligi 1.70 bo'ldi. 85 sm o'rtasini yarimta qilib bo'ldik. Tevasiga svet o'rnatiladi. Maxsus zakasida bu. Uzunligi 1.70, eni 60, bo'yi 50 sm bo'ldi. Ko'rkam chiroqli chiqdi. Eshiklari ham katta-kattagina qo'yilgan. Tagiga apilga tashlasa bo'lgandek qilib polini faner qildik. Tomiga o'zimizni doimgi nimamizdan bosdik. Plasmassamizdan yong'oq chachib o'tmasin deb ko'rkam chiroqli chiqdi. Qiziqqanlar bo'lsa telefonlashaveramiz. 93 536 0631 telefon raqamimiz. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'rg'on Shabboda 108 93 536 0631 telefon raqamimiz. Telegramimizdan shunga o'tib qoldi. 0611 ga termanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Narxi chi deganlarga 350 ming so'mga yasab berilaveradi.